أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah fa'alun lima yurid. Allah xaliqini nimani iroda qilsa shu narsani mavjud qiluvchi. Uning af'ali Allah subhanahu va taolaning ishlarining hammasi mutlaq hikmat bilan bo'ladi. Mutlaq hikmat bilan. Shuning uchun ulamolar deganki, kullu shay'in waqa'a aradahulloh va kullu shay'in aradahulloh waqa'. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. Her qandaq yüz bergen iş Allah onu irade qilgan bo'ldi. Yani yüz berib bo'lgan her qandaq iş demek o ishni Allah irade qildi degan gap. Her bir Allah irade qilgan her bir iş chuqum yüz beradi. Chuqum yüz beradi. Allah'ın iradesi mutlak hikmet bilen bo'ladi. Allah'ın iradesi mutlak hikmet, Allah'ın iradesi. Mutlak hikmet ve Allah'ın iradesi de. Endi bu mutlak hikmet nima deganda? Mutlak hikmet mutlak yaxshilikni o'z ichiga olgan bo'ldi. Mutlak yaxshilik bo'lgan bo'ladi. Hatto biz insonlar aqlimizning ojizligidan nurg'ulg'an narsaning tashqi ko'rinishi bizga har xildek tuyulgan, musibatdek tuyulgan, yomondek tuyulgan narsalarmi Allah subhanahu wa taolo madamiki iroda qilgan ekan, u mutlaq bir hikmat va mutlaq hikmatning ichida mutlaq yaxshilik bor. Biz bilmasakmi? İbnu Adam utlubni tajidni fa in wajadtani fajadta kulla shay wa in fittuka fataka kullu shay. Ey Adam o'g'li, meni talab qil. Meni topsan. Meni talab qil, meni topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan bo'lsan, hamma narsaga erishgan bo'lsan, agar meni yo'qotib qo'ysang-chi, hamma narsani yo'qotgan bo'lsan. Hamma narsani yo'qotgan bo'lsan. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Men bo'lsam sana har qanday narsani, hamma narsadan nima? Hammadan bakrak suyumlik men dedi. Eng yaxshi ko'rildigani men sana. Men tarafdan boshqa yoqqa burilib qolsang ishing chataq dedi. Shuning uchun biz Asmaullah, Allohning go'zal ismlarini faqat va faqat har qanday amalimizda, har qanday yurish-turishimizda, har qanday ish harakatlarimizda faqat shu olamlarning Robbi tarafga yuzlanishimiz uchun Robbimizning ismlarini eng go'zal shaklda bizga berilgan qudratning doirasida o'rganib tafakkur qilib chiqishimiz uchun bu darslarimizni, bu programmani boshladik. Allah bu she'rni so'zlagan shoirga Allah rahmat qilsinki, "Falau shahadat aynaka min husnina allazi ra'awhu lama wallayta 'anna li ghayrina wa law sami'at uzunaka husna khitabina khala'ta 'anka thiyab al-'ujbi wa ji'tana wa law dhuqta ta'ma al-mahabbati dharratan 'adharta alladhi adha qatilan bihubbina wa law nasamat min qurbina laka nasmatun lamutta ghariban wa ishtiyaqan biqurbina." Liqurbina. Yani eğer senin közlerin, yani bizning yaxshiliklarimiz, bizning ne'matlarimiz, bizning ato qilgan yaxshiliklarimizni ko'rgan bo'lsa, sening ko'zlaring haqiqiy ko'radigan bo'lsa, bizning ne'matlarimizni hargiz va hargiz sen bizdan boshqa tarafga ketib qolmasdan, bizdan boshqalardan umid qilmasdan, bizdan boshqalardan orzu qilmasdan, tama qilmasdan, boshqa mahluqlardan sen bizning qishimizga albatta kelgan bo'lading. Albatta biz tarafga kelgan bo'lading. Ha? Albatta biz tarafga kelgan bo'lading. Agarda sening quloqlaring bizning go'zal xitoblarimizni anglagan bo'lsa, bu she'rning, bu beytning ma'nosi, agar quloqlaring bizning xitobimizning go'zalligini, bizning nido chaqiriqimizning go'zalligini anglagan bo'lsa, haqiqiy ravishda sen o'zingning ustidan bu o'zingdan ajablanish, o'zingdan hayron qilish, bu hayron qilish, men degan qanday shaxs deb bu
o'zingdan faxrlanish bu kiyimini sen selib tashlab etib bizning qishimizga kelgan bo'lading. Ha? Bizning qishimizga kelgan bo'lading. Agarda sen bizning muhabbat, yani muhabbatning ta'mini zarrichaqliq tetigan bo'lsang, muhabbatning ta'mini zarrichaqliq tetigan bo'lsang, bizning yo'limizda biz uchun jinini qurbon qilib atgan, jinini sep berib atgan bu kishilarga uzr, haqiqatan uzr qabul qilgan bo'ladi. O nimishqi jinni sepirdigan, nimishqi butul hayotini vayron qilgan demaydan. Bizning muhabbatimiz uchun jinini seppagan, hayotini qurbon qilgan bu kishilarga hayron qilmagan bo'ladi. Chunki ular bizning muhabbatimizni tetiganligi uchun ana shunda qurbonliklarni beradigan. Ha? ولو نسمت لك من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. agarda sen agarda bizning bizga yaqin bo'lish, bizga yaqin bo'lishdan iborat bu mayin shamol deydi masalan nasama bir shunchaki biz tarafga yaqin bo'ladigan bir yaqin bo'lishga elib boradigan bir mayin shamoldek bir kichik bir narsa sana purab qolgan bo'lsang, bu shamol sana kelib qolgan bo'lsa, sen bizga yaqin bo'lish uchun, biz tarafga yaqinlashish, bizning roziligimizga erishish uchun sen g'irib holatda dunyoda ishtiyoq, muhabbat bog'lab turib o'lgan bo'lading dedi. Ha? Shu Robbimga yaqin bo'laychi, shu Robbimning roziligiga erishishi, shunga yaqin bo'lsam, menga boshqasi hammasi nol deb, sen dunyoda g'arib holatda, miskin holatda, xuddi aşık bulup, birisi aşık olup dünyadan sarsan bu vayron bo'lib ketgandek, o'sha ishtiyoq, muhabbat bog'lab g'irib holatda o'lgan bo'ladi. Qarindoshlar, mana bu Robbimizni tunisak, Robbimizni haqiqiy ravishda bilsak, andin maydonga kelgan narsa, andin maydonga kelgan narsa. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى